Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Tak mana bu sizlarga Texamata vloglarimizning yangi partiyasi yetib keldi. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Kimga kerak bo'lsa bemalol telefon qilib kelaverasizlar. Texamata modellari 9201 model. Sizlarga har doim aytganmiz. Bularning korobkasi bizlarda ko'rib turganingizda hammasi o'zi bir xil narsalar, bir xil korobkalar bo'yigacha terilgan, shu bo'yi ketgan. Yedi bir 60-70 ta bor, shundan ham kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. 3.600.000 so'mdan. Like, podpiskani bosasiz 3.600.000 dan kelib xarid qilaverasiz. Drabilkalar xohlagan turlarda mana bulardan yetib kelgan ko'raverasizlar. Tak terilgan variantini reklama nima qil desangiz, kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Mana hozir sizlarga like, podpiskani bosib, xohlaganlarga drabilkalarni xohlagan turdan mana qor lekin yaxshi yog'yapti bizda. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Yangi fermamiz. Texa fermadan Protex bo'lib kelgan yangi fermamiz yetib keldi. Bu narxlari ham juda chiroyli chiqqan. Narxlar juda zo'r. Solyarkaliklarimiz, benzinliklarimiz xohlagan turdan like, podpiskani bosib qo'yaverasizlar. Mana akalar, sizlarga hozir do'kondan yana bitta yangi obzor qo'yib o'tamiz. Drabilka degan kalam. Mana drabilkalar optim narxlarda. Drabilkalarimiz 2.300.000, 2.5 million so'mdan misliklarini berilyapti bizlarga hozir. Bo'lsa hozir qor, bos. Qor yaxshi yog'yapti. Mana ustalarimiz ichkariga o'tirib, do'konga bemalol terishyapti. Ko'raverasizlar, xohlagan turidan. Protex bo'lib kelgan yangi fermamiz. Ko'raverasizlar, sifatlari ham zo'r ishlangan. Texadan yangi uslubdagi korobkalarning yoniga moylarini ham qo'yib qo'yganmiz. Mana 1.7 moy ketadi. Akalar, korobka qismiga 1.7, 1.8 moy ketadi. Bu korobkalar hammasi bir xilda bo'ladi. Bularda ko'pchilik joylarda 550, 600, 700 deb u gapiga ishonib o'tmaysizlar. O'zi korobkani hammasi bir xilda bo'ladi. Bittasi har xil bo'lishi mumkin. 7 ga 9 degani to'g'ri, uni korobkasi sal kattaroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun aytaman mana. Undan ham farqi 7 ga 9 meniki desa, shuni bilsangiz, mana korobka tepasida o'zini buragichi bo'ladi. Ana shu 7 ga 9 yillar. Qolgani farqi bor. Solyarkaliklarimiz akalar 5.5 million so'zayotgan 4 million so'mdan tarqatib yorilyapti. 2 ta 3 ta olaman desangiz, mabodo sifati undan ham zo'r kerak bo'lsa mana. Hozir buni ham terayotgan. Sizlarga bir obzorni qilayotgan bo'ldik. Buni ham sifatlari zo'rdan 4 qatordan 8 qator frezer ichidan chiqqan mana. Bemalol ko'rasizlar. Frezerlari, mo'ylari ham o'zimizda kelgan. Instrumentlarimiz, polni, hamma narsalar kelaverasizlar. Dori apparatlar 700.000 so'mdan. Benzopilalarimiz 450.000 dan boshlab 1.300.000 gacha sifati o'ziga qarab kelaverasizlar. Akalar, Titan fermamiz. Bemalol sifatlari o'zi bilan vaqti cho'tki ishlangan. Bu fermamizda like, podpiskani bo'lsangiz 3 million so'm maslin dachchilargacha bo'lgan. Mana xudo xolasa buni Protexni ham narxlarini chiqarganmiz. Buni ham kelasizlar, buni ham chiroyli narxdan qilib beramiz. Bu avtomat korobkani sizlarga mastinli dachchilik qo'yib kelingan variantimiz. Mabodo misol mana avtomat korobkani bez mastinli dachchilikroq qilib kimdir sal arzonroq desa, bundan variantimiz bor. Sal qimmatroq desa, bundan variantimiz bor. Sifatlari yaxshi ishlangan. Kelib bemalol xarid qilish mumkin. 90 gradus buriladigan bloklarga ham o'yib yozilgan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Sifatlari yaxshi ishlangan. Nimamiz? Korobkalar akalar, buni korobka jihatdan nima bo'lmaydi. Buni korobkalar hammasi bir xilda bo'ladi. Ko'rib, buni hajmlaringiz 7 korobka deyiladi. Mana o'q 25 talik o'q. 32 talik o'q bo'lsa 7 ga 9 qo'yilgan bo'ladi. 32 talik qalin o'q qo'yilsa 7 ga 9 qo'yilgan bo'ladi. Bu gap uchun pul bermaysizlar. Videomizni kengroq tarqatib qo'yingizlar. Qanchalik akalar bitta like, podpiskani bosib kengroq tarqatsalaringiz, shuncha ko'p dehqonlar, ko'p akalarimiz, ukalarimiz ko'radi. Akalar, mana shu videoni ham sizlar uchun tayyorlayapmiz. Bekorga bizga ham, sizga mana uni shu 150 talik shu
500 ta 600 talik boshqasini biz ham boshqasini yoniga qo'yib biz ham hamma el qatori sotaversak bo'ladi, lekin vijdonimiz qiynalgani uchun sizlarga aytyapmiz bu narsani. To'g'ri tushuningizlar. Shuning uchun iltimos videoga salgina bo'lsa mas'uliyatli bir laykni bosib tarqatib qo'yaylik. Bizlarga sizlarda layklaringiz pul uchun emas, bizning videomiz kengroq tarqaladi. Sizdan keyingi odamlar ham tomosha qiladi. Shuning uchun iltimos bitta layk yozib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib ketingizlar. Sizlarga takka drill podarka qilinyapti. Kelsangiz, bemalol motoblog olayotgan kelaverasiz, motoblogni olasiz. Bitta drill takka podarka shuningizga olib ketyapsizlar. Odamlarga o'xshab borib, qiynalib, yaqin Toshkent Arqbuloq bozori, Toshkentda bizning joyimiz. Bemalol kelasizlar, Toshkentda Arqbuloq bozorida akalar, like, podpiskani bosib kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Akalar, jonlaringiz sog' bo'lsin.